qaramanglar, ha, haftalab yotmaymiz, shunaqa shikoyat. Uni ustida girdi kapalang bo'lib, nima desa shunga tayyor bo'lib tursam, menga e'tibori ko'payadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mana shu katta xato. Yaxshi o'sha aqlli ayol bo'ladigan bo'lsa, demak o'g'lida ham shunaqa intellekt bor. Ayollar orgazmga erishmas ekan. Agar orgazm bo'lmasa, ayol baxtsiz va shu oilada er-xotin o'rtasida juda katta ham ruhiy, ham jismoniy muammolar kelib chiqadi. Braziliyadan hech qayerda yo'q, dunyoda hech qayerda chiqmaydi. Bitta shu Braziliyada bor narsa, shu sop vibra degan lubrikantni olib kelishdi. Ayol kishida o'zida ilgari sezmagan yangi ощущенияларni, o'sha yangi narsalarni seza boshlaydi. Yoqadi. Namodo sizga sop vibra agar ta'sir qilmasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Bugundan bir shu nechta shunaqa holat bo'ldiki, ayol kishi oilasida buzilib ketyapti, boshqa qildiryapti. U xotin menga aytyapti, aka, hamma ishlarini qilsam, e'tibor qilaman, hamma narsani qilaman, boshqacha aytsa, girdi kapalayman, kiyimlari hammasi taqlangan, ovqatlari hammasi bor, boshqasi bor. Mana men hurmat qilmanglar, menga e'tibor qilmanglar, qaramanglar, ha, haftalab yotmaymiz, shunaqa shikoyat. Har qanaqa erkak kishi o'zi, ota ham, aka ham sezadiki, agar sizga bir narsa osonlik bilan erishiladigan bo'lsa, даже o'sha pulni ham osonlik bilan topadigan bo'lsa, o'sha pulni siz qadri bo'lmaydi, qanday kelgan bo'lsa shunday yo'qotasiz. Endi solishtiradigan bo'lsangiz, oylikka peshona teriga olingan narsa bilan yoki lotereyaga yutib olingan pulga olingan narsa qanaqa qadr bo'ladi. O'zi shunaqa. Ayol kishi o'zi aslida farzandlariga, ayniqsa o'g'il bolaga shu intellektni beradigan ona bo'ladi. Ayol kishi qanchalik intellektual kuchli bo'ladigan bo'lsa, tarbiyasi kuchli bo'ladigan bo'lsa, erini dominировать qiladigan bo'lsa, o'sha oila baxtliroq bo'ladi. Men bolalarga doim ayol qidirayotganda o'zidan aqlliroq, chiroyli emas, o'zidan aqlliroq, o'zidan shu donoroq ayolni topib o'shanga uylanishni maslahat berardi. Nimaga? Har bir situatsiyani analiz qiladigan bir pasda ayol kishi, darrov emotsional решение qabul qiladigan ayol kishi va erkak kishi, ayniqsa mana yosh kattaroq bo'layotgan erkaklarga e'tibor bering, darrov xotinini ortiga o'tib oladi o'zi. Sabab nimaga? Qancha yil o'tgandan keyin shu xotinini donoligini bilib, uni aytayotgan narsasi ham to'g'riligini bilib, xotin bilan maslahatlashadigan, unsiz hech narsa qilmaydigan bo'lib qoladi. Sabab o'sha bu tajriba yillar davomidagi o'zi qilgan xatoliklari hisoblanadi. Er-xotinni shu munosabatida agar qizlarim bilib olinglar, erimni aytganini qilib, uni ustida girdi kapalang bo'lib, nima desa shunga tayyor bo'lib tursam, menga e'tibori ko'payadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mana shu katta xato. Bilasizmi, erkak kishi охотник, ovchi. Unga shu ov qiziq. Ya'ni
o'sha qilayotgan sizga muomalasidan rohatlanish kerak, qilayotgan harakatlardan o'zi rohatlanish kerak, unga zavq bag'ishlash kerak. O'zi yechinib yotib beradigan, bir narsa desang darrov tayyor bo'lib turadigan xotin nimaga qiziq? Hech qanaqa qiziq joyi yo'q. Chunki ana o'sha aytayotganimizdek qadri yo'q. Nima uchun? Yengillik bilan erishilgan narsa. Qanaqa ayollar yoqadi erkak kishiga? Dono ayollar, farosatli ayollar. Boshqacha aytaymi? O'zidan aqlliroq ayol. Shu ayoli bilan suhbatlashganda uni gapirayotgan gaplar, uni kallasiga kelmayotganligini, undan o'zi aqlsizroqligini agar sezsa, ana shu ayolga yopishib oladi. Ana shunaqa ayolni qidirish kerak. Shunaqa ayolga uylanish kerak. Farzandga intellekt o'g'liga onasidan o'tadi. Ya'ni boshqacha aytadigan bo'lsak, erga tegayotganingda qayninang yaxshi o'sha aqlli ayol bo'ladigan bo'lsa, demak o'g'lida ham shunaqa intellekt bor. Endi shu bola o'zidan aqlliroq qizga uylanadigan bo'lsa, ana shuni kelgusida farzandlari ham intellektual kuchli, boy bo'ladi. Intellekt degan narsa bu kelgusiga investitsiya. Ana shu katta narsa. YouTube kanalida ko'rsatuvlardan keyin juda ko'p bolalar yozishadi, hali qarindosh bo'lsam andoq bo'ladimi, mamnoq bo'lsam mamnaqa bo'ladimi, kelgusini g'amini qilib. Men shularga hammasiga aytmoqchiman. Birinchi bo'lib o'zingdan aqlli ayolni qidirib top. O'sha ayolga uylan. Sen o'sha ayolni ko'nglini olish uchun neki harakat qiladigan bo'lsang, shunga uylansang, butun qilgan harakating zoyi ketmaydi. Kelgusida o'sha bo'ladigan farzandlaring hammasi sendan aqlliroq, demak sendan yaxshiroq perspektivaga ega bo'ladi va qariganingda bir necha sendan o'sha chandon yuqorida martaba topgan bolalaring, ayol kishi ayniqsa aqlli bo'ladigan bo'lsa, o'sha aqli bilan ota-onani qadriga yetadigan, Xudoni taniydigan bolalar bo'lishi ko'proq bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Inson Xudoni topish uchun ham aqlli bo'lish kerak. Bu narsani bunga solishtira oladigan, boshqa qildira oladigan, fikr qila oladigan. Bir paytlar bir dars bo'lardi. Sahroda bir arab tuyani axlatini ko'rib Xudoni topgan ekan degan. Da o'sha to'g'ri gap shuning uchun, agar o'shani Xudoni topish uchun ozgina fikrlash qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Fikrlash qobiliyatiga ega, ota-onani qadriga yetadigan bolali bo'lmoqchi bo'lsangiz, aqlli ayolga uylaning. Va shu aqlli ayol ko'nglini olishini siz harakatini qiling. Erkak kishi doim qahramon bo'lish kerak. U nima qiladi? Ayol uchun kimnidir yaxshi ko'rish kerak va shuning uchun har xil qahramonliklar qildirish kerak bo'ladi. Ana shu narsa uni hayotga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ya'ni erkak kishi ovchi doim ovchiligini qo'ymasdan o'ljaga erishish kerak bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz ko'pchilik uylanmoqchi bo'layotgan, oldiga maqsad qilgan erkaklarga, bolalarimizga asqotadi deb. Xayr, salomat bo'linglar.